Toyota oilasini offroadga taqdim qilgan Yusufi kuzovlaridan bittasi 4Runner O'zbekistonga yetib borguncha CIP O'zbekiston bor yo'g'i 73 ming AQSh dollari bo'ladi. Offroadda avtomobil zo'r yurib berishi uchun faqatgina uning hadovochasi bilan motoriga emas, boshqa jihatlariga ham ahamiyat berish kerak. Masalan, 4Runnerda TNGF degan ramli konstruksiya ishlatilgan bo'ladi. Bu ramli avtomobillarning ichida yangi avlod hisoblanadi va uning qulayligi offroad vaqtida yuqori bosimni ko'taradi, remont qilishi oson bo'ladi va ekspluatatsiya vaqtida noqulaylikka tug'dirmaydi nisbatan. Ushbu avtomobil 4Runner TRD offroad bo'lganligi uchun universalniy, standartniy, hammaga to'g'ri keladigan Michelin ballonlari turibdi. Agar kimgadir offroad diskalar ballonlari kerak bo'ladigan bo'lsa, almashtirib olsa bo'ladi. Va albatta, offroadda yurish uchun обязательно har doimgidek orqa differensial blokirovka bo'lishi kerak, razdatka bo'lishi kerak va ustunli haydovchisiga ega bo'lishi kerak. Albatta, bu avtomobilda hammasidan bor. Bojxona to'lovi ham siz uchun ancha yengil chiqadi. Sababi 2.4 turbinli motor gibridning ustunovkasi bilan 4 ta silindrga 326 ot kuchi bo'lganligi uchun 25 ming AQSh dollar atrofida bojxona to'lovi bor.